Hop do'stlar, hammaga qiziq bo'lgan bitta tema. Qo'chqorlar necha kilodan vес beryapti, necha kilo semiryapti yoki общий vес qancha degan savollar ko'p bo'lyapti. Shu savollarni bugun oydinlashtiramiz. O'zimizga ham qiziq, bu qo'chqorlar necha kilo hozirgi joy vesligi. Boshda olganimizda egasi 50-55 atrofida berilgan, tortmaganmiz. 50-55 atrofida qo'chqorlarni olgandik. Bir oy bo'ldi. Ro'porosa 31-dekabr kuni bularni olgandik. Hozir 1-fevral kuni bularni tortib ko'ramiz. Ya'ni berayotgan ratsionimiz qanaqa tartibda bularga yuqyapti, yaxshi o'zgaryaptimi degan holatni ko'ramiz. Mana shu qo'chqorimiz kattasi, mana bitta kichirog'imiz bor. Bu ozgina qaytdi, mana shu eng katta, eng kichkinasini o'lchab, yana bitta kattarog'imiz bor, o'shalarni o'lchab ko'ramiz. Necha kilodan berishini. Bizga obuna bo'ling, videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, xudo xolasa chiroyli kontent chiqaramiz sizlar uchun. Hop, katta qo'lidan ikkita kattani amallab chiqarib oldik. Mana bu eng kattasi, bu ham o'shanga qarab ketayotgani. Hozir o'lchab ko'ramiz, ves qanchadan keladi. Endi taroz so'risini ham qo'y taroz topa olmadik. O'zimizdan joylari sulib tarozni qo'yamiz. Hozircha nol taxtamiz bor. Hop, taxta qo'yildi. 13.4 chiqyapti. Tarani bosamiz. 0 ozgina turgan sal. Yo'q, pluslarimiz hisobiga. Va 0 bo'ldi mana. 0 bo'ldi mana. Bitta qiyinchiliklar bilan yotqizib qo'llarni bog'lab oldik. Urunga chiqyapti. 64 ko'rsatyapti. To'g'rimi? Hop, mana 68 dan 68 ni beryapti. Qo'chqor 57 kilo. Eng kichkinasi bu. Bitta kasal bo'lib qaytgani. Xudo xolasa buni ham olib ketamiz, o'zgarishini ko'ramiz. Примерно bularni 50 kilolar atrofida olgandik. 7 kilo normal o'zgarish, bitta qaytgan hisobiga yaxshi bo'ladi. Hop, do'stlar, ko'rdinglar. Mana shu qo'chqorimiz tarozga eng katta qo'chqor deb hisobladim. 68 kilo berdi. Eng kichkinamiz bu yerda 57 kilo chiqdi. Bular примерно 50 kilodan edi. Bular kelganda boshida 55 kilo edi. Vesini o'zingizlar chiqarib olasizlar. Qancha ves qo'shgani, ma'lum bo'lgan hisob kitobim 9-10 kilodan ves qo'shgan. Buni bitta kasal bo'lgan hisobiga ozgina qaytgan, shunda ham yaxshi. Mana ma'murimiz 68 chiqdi. Qarab bo'l. Bunimiz 64 kilo chiqqan, ikkitasini kakras o'lchadik, kattalardan. Eng kichkinadan o'lchadik. Bu yerda ko'rsanglar примерно 65 plus 65 atrofida hammasi. O'ttiga eng katta qo'chqorlar, yana bittasi kichkina qo'chqor edi. Bular standart, hammasi bir xil. Mo'ljalimiz 64-63 kilodan beryapman hammasiga. Ya'ni o'zgargan 9 kilo, 10 kilo bir oyda ves olayotgan bo'ladi. Xudo xolasa yana bir oy boqamiz, bir oy ratsionlarni ko'ramiz, yaxshi ratsionni beramiz, o'zgarishlarni sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Bizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib ketish esdan chiqmasin.